Sport shunchaki jismoniy kuch, raqiblar o'rtasidagi raqobat bo'lib qolmasdan, u shaxsning iroda va matonat, shijoat kabi zaruriy sifatlar bilan shakllanishiga xizmat qiladi. Bu borada har bir xalqning o'z milliy sport turlari borki, ular o'zining tarixiy xususiyatlari, o'z qoidalari bilan ajralib turadi. Masalan, o'zbek kurashi ham uzoq yillik tarixga ega bo'lib, yigitlarni mard, jismonan baquvvat, or-nomusli bo'lib voyaga yetishlariga yordam beradi. Shu jihatlar bilan ham kurashimiz bugun yanada rivojlantirilyapti. Uning dunyodagi nufuzi oshirilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, dunyoda o'zbek kurashi bilan 30 million, yurtimizda 30 ming kishi professional tarzda shug'ullanmoqda. Havaskor yoshlar esa bundan ham ko'p. Shuning uchun ham har bir viloyat markazida kurashga ixtisoslashtirilgan markazlar tashkil etilmoqda. Jumladan Sharof Rashidov tumanidagi Yangi O'zbekiston masjidida ham Jizzax viloyat kurash mahorat markazi foydalanishga topshirildi. Nufuzli xalqaro musobaqalarda O'zbekiston sharafini munosib himoya qilish bu har bir yosh sportchining dilidagi eng katta orzu. Xususan bugun ish boshlagan mazkur muhtasham muassasa Jizzax viloyat kurash mahorat maktabi tarbiyalanuvchilari ham kelgusida albatta jahon arenalarida mamlakat bayrog'ini ko'klarga ko'tarishni niyat qilishgan. Ana shu orzu maqsadlar yo'lida shaxsan prezident tashabbusi bilan bunyod etilgan maskan tantanali ravishda foydalanishga topshirildi. Bu yerda hozirgi kunga kelib eng kuchli sportchilar saralab olingan. Bu 110 nafar sportchimiz mana shu yerda 150 kishiga moslangan yotoqxonada yotib, 2 mahal mashg'ulot va yonimizda ixtisoslashtirilgan umum ta'lim maktabida bilim oladi. Bularga 15 nafar malakali, o'zlari chempion bo'lgan murabbiylar o'z bilimlarini beradi. Asosiy maqsadimiz yoshlarimizni o'zimizning milliy sport turiga bo'lgan qiziqishini yanada oshirish va O'zbekiston terma jamoasiga yaxshi sportchilar tarbiyalab berib, uning eng katta maqsadimiz dunyo miqyosida o'zimizning o'zbek kurashini yanada rivojlantirish. Qayd etish kerak, mazkur markazga joriy o'quv yilidan 110 nafar o'quvchilar 7-10 sinflar uchun saralab olingan. Shulardan 15 nafari qizlardir. Safarobodlik Saidazim Inomov ham belgilangan imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tib 7-sinfga qabul qilingan yoshlardan. U o'z mahoratini oshirish orqali avvalo terma jamoa safiga qo'shilishni hamda kelgusida xalqaro musobaqalarda zafar quchishni maqsad qilmoqda. Davlat Bobonov, Behruz Muhammadov, Rashid Sobirov polvonlarimiz shularga o'xshab sport tanladim. Sharoitlar zo'r, issiq-ovqatlar, yotoqxonasi hammasi o'zining ichida. Yaxshi. Shunaqa sharoitlar uchun prezidentimizga rahmat deymiz. Maqsad jahon chempioni, O'zbekiston chempioni bo'lish. Zamonaviy imkoniyat va sharoitlar bugungi ta'limning muhim jihati. Sport ta'limida ham barcha sharoitlarga ega ana shunday maskanlar ko'payib borayotgani quvonarli albatta. 3 qavatli binoda o'quvchilar uchun 35 ga 45 o'lchamdagi katta mashg'ulot zalidan tashqari trenajyor zali, yotoqxona, oshxona, kutubxona va ma'naviyat xonalari, shuningdek tashqarida sun'iy qoplamali futbol maydoni tashkil etilgan. Tibbiyot vrachi va psixologlar shuningdek 15 nafar murabbiy yoshlar bilan muntazam ish olib boradi. O'zbek kurashi birinchi o'rinda milliy o'yinlarimizdan biri hisoblanadi. Endi boshqa sportga qaraganda o'zimizni mehrimiz tushgan shu sportga ko'proq. O'zimiz kurashganmiz, yoshligimizdan shu sport ichida yurganmiz. Xudo xolasa endi o'sha sirlarimizni yosh shogirdlarimizga hammasiga o'rgatish maqsadimiz. Bu yerdagi maqsadlarimiz Jizzax viloyatidan O'zbekiston, Jahon, Osiyo chempionlari chiqarish maqsadimiz. Yaratib berilgan sharoitlar albatta yangi chempionlarni tarbiyalashga xizmat qiladi. Mazkur markazga farzandi qabul qilingan ota-onalar avvalo bu imkoniyatlarni ko'rib juda ham xursand bo'ldi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan muhim qaror chiqarildi. Kurash milliy sportini rivojlantirish bo'yicha hozirgi kunda Jizzax viloyatida ushbu qaror va farmonlar ijrosini ta'minlash maqsadida ko'plab chora-tadbirlar ishlab chiqarilgan. Tumanlarimizdagi barcha sport maktablarimizda kurash seksiyalari ochilgan. Qolaversa, maktablarda ham xuddi shunday kurash seksiyalari ochilgan. Bunda 60 nafardan ziyod murabbiylar qo'l ostida 1000 dan ortiq sportchilar shug'ullanib kelib, yurtimiz, viloyatimiz sharafini O'zbekiston chempionatlarida, jahon chempionati, Osiyo chempionatlarida yuqori natijalarga erishib kelishmoqda. Yana bir misol, mana Sharof Rashidov tumani Oqtoshota MFIda kurash mahorat maktabi ish boshladi. Viloyatimizda har bir tumanida reja asosida tuman prokurori kubogi tashkil etilgan. Bu kabi maskanlar terma jamoa uchun eng kuchli polvonlarni tayyorlab berishga xizmat qiladi. Shu orqali xalqaro musobaqalarda natijalar salmog'i ham ortadi. Kelgusi o'quv yiliga yana 30 nafar o'quvchi imtihon asosida saralab olinishi rejalashtirilgan.